So'rin ikkita putida o'tiribdi deydi. Bilmaganlarchi. Bilmaganlar ikkita katta odamni bir joyga qilibdi deydi. Jamolxon kepti deydi. Bilmaganlarchi. Maylovingizni ko'rib bir daydi kalit ishlab ketyapti. Yo'q, hozir bilganlar Jamolxon borib o'tirsangiz, bir tomonda Bahodirxon, bir tomonda Mahmudxon, o'rtada Jamolxon o'tiribdi deydi. Bilmaganlarchi. Ikki yonidagi ish qilmaydi, asosiy ishni o'rtada qilar ekan deydi. Bilganlar davraga Mansurjon ham qo'shilyapti deydi. Bilmaganlarchi. Bilmaganlar o'zi ikkita askiyachi yetadi. Uni shunisi kambadi deydi o'zi. Bilganlar Jamolxon bilan Mansurjon askiya qilyapti deydi. Bilmaganlarchi. Jamolxonga nima bo'lgan yong'oq deydi, og'ziga kelganda gapiryapti deydi. Bilganlar Jamolxon Jamolxon erkaklarga qo'shilib kepti deydi. Bilmaganlarchi. Ko'zingizni qisiqligiga qarab turib yopiray. Karstenasiga ham soqol chiqdi deydi. Bilganlar o'shalarni ko'rib 3 ta askiyachi ekan deydi. Bilmaganlar Sitoradan ham askiyachilar chiqdi deydi. Bilganlar Jamolxon askiyachilarning ichida yuribman deydi. Bilmaganlarchi. Mana syomkadan keyin Xudo erkakqa yaratganiga shu qilyapti deydi. Bilganlar Bahodirjon. Men bormayman. Hajja jamoat yolg'iz o'rmonlar. Bilganlar Bahodirjon deydi. Bilmaganlar mana shunaqa o'tirishi, o'zasini ko'rib, shunisi katta bo'lsa kerak. Bilganlar Rasul ham askiya qo'shildi deydi. Bilmaganlarchi. Yangi mashina olganingni ko'rib Xudo berib aravali bo'pti deydi. Bo'ldi.